Assalomu alaykum. Bulutlarni yaxshi ko'raman. Dalvarzindamiz. Obyektimiz xudo xolasa tayyor bo'ldi. Xo'p. Shitimizdan boshlaymiz. Shit stalbaga qo'yib berdik. 380 qo'yildi. Yupover avtomatidan foydalandik. 125 amper. 25lik sip nakonechniklarni qatirib berdik, ulab berdik. 100 amperlik uchotchi, 3 baza. Bu yerda bo'lgan ishlar gofra, metalorukav stalvaga chiqib ketyapti mana. Chiqishi mana tushishi mana. Mana ketdi. Shitlarimiz. Xo'p, endi ichkari kottejdamiz, kottejda. 2016-yil qurilgan kottej, 6 sotiylik kottej ekan. Xo'p, bu yerda shitlari tayyor bo'ldi mana. Xo'p, bu yerda bo'lib berdik. 2 ga bo'lindi bu. Переключатель faza bilan yana ikkita переключатель faza qo'yildi. Bittasi nariga yangi qurilgan xonadonlarga, mana uydagi. Bu bittasi mana bu kottejning o'ziga. Eski qurilgan kottejning o'ziga. Bu yerda avtomatlardan foydalandik, 63 amperdan. Bir pi silovoy 63 amper, CNC, hammasi CNC. Bitta uzo qo'yildi. Bo'g'larga uzo qo'yib berdik. Uzo qo'yib, zazimlarni qoqib, jenlardan qoqib mana. Qoqib berdik mana buni ham. Gofralarda olib kelindi. Gofralarda chiqildi. Xo'p, 2.5lik monolitdan foydalandik. Uz kabel mana VVNga bo'ldi. VVNga kabeldan foydalandik. Bu yerda keyin katollar. Bu katol qo'yiladigan bo'ldi. Katolxonalarga 4 ga 10lik AVVG 3 izolyatsiyali AVVG uz kabel bu ham. 0 ham 10lik. Bu ham 125 bo'lib ketdi. 3 silovoy. Har bittasiga bittadan ketyapti mana. 5 sekunddan o'tadi. Har bittasi 5 sekunddan olinadi. 5 sekunddan olinadi. Xo'p, bu yerga yana yoniga sherik qilib mana elektromobilga ham tashab ketildi. Elektromobilda hali qo'yganimiz yo'q, montaj bo'lgani yo'q bunga. Kelajakda oladigan bo'lsa, mana shu yerga o'rnatib qatirib beriladi. Bu elektromobilga tok ko'paytiradigan qo'yilsa deb mabodo deb tumandan bitta teshib, tepaga mana tualeti bor mana, buni tualet hojatxonasi. Shuni tepasiga tom qismiga monolit quyilgan. Tepasiga shu yerga shlanka chiqarib ketdi. Burchakka chiqarib ketildi. Bu darvozaxonasi mana. Darvozaxonasi bu. Bu yerlarda mana monolashtirib bo'ldi mana. Agi bira qo'yiladi, bira. Mana unga kabatilo chizilarkan mana yerga. Mana shu ramkalarga 3 ta ramka bor bu yerda mana, bo'lik. 3 ta blok mana. 1 ta, 2 ta, 3 ta. Shularga rassom o'zini ijodini qiladi mana shu yerga deyapti. Rassom tanishi bor ekan, shu chizib beradigan bo'lyapti. Ichiga fon bo'ladi, buni ichi aylanasiga fon bo'ladi.
o'rtasi bira, svitilniy bo'ladi. Tepa pastmi, yonboshmi qilib bir narsa qilib beriladi. Buni patologlari alkapon bo'ladi deyapti. Alkapon, polniy alkapon, ko'cha, oldi, fasad hammasi alkapon bo'lar ekan. Endi eski kottejga. Eski qurilgan kottej mana. Razvedkalari o'z eskini o'rni mana bo'lgan. Eski juda pastda bo'lgan. Ko'taribroq qo'yildi. Sabab mana ko'tariladi. Pol ko'tariladi, lesnisi plyonka. Xo'p, bu gazoviy katol menga mana keldi mana. Mana kabel dab kelib qo'ydik. Kabel. Mana. AVVga. Deylar ekan. Xo'p. Montajlari mana bo'ldi. Hammasi strobo bo'ldi mana. Hammasi strobo bo'ldi. Hammasini alohida qilib, har bitta xonanikini alohida konditsionerlarni alohida qilib olib kerildi hammasi. Nimaga qo'lsalar ochilmagan degan savol bo'lsa, mabodo bu yer rotbin suva bo'ladi. Sabab devor qiyshiq. Devorlar talabga javob bermaydi. Qiyshiq devor. Shuning uchun. Xo'p. Bu xonalar ham shu yerlar. Mana. Konditsioner yo u yerga qo'yaman deyapti. Shuning uchun ikkita joyga tashab ketildi konditsioner. Bundan olib bunga o'tkazib qo'ydik. Xo'p, razvedkalardagi o'zi aytgan joylariga qo'yib berdik. Televizor har bitta xonada televizor. Mayli o'r steklo bo'lar ekan, ichlari o'r steklo bo'ladi deyapti. O'rta lustra bo'ladi. Bu yer ham xuddi shu. Mana buni ochib qo'ydik, sabab jildirini netadigan bo'lsa deb, hali qo'lsa qo'ymadik. Bu ga VVN kabel keldi. Ashi zazimleni qilib uzovga o'rnatilgan mashina. Bitta uzov bilan 3 ta nimaga bowleriga chiqarib berdi. Bitta bu aynaklari bu yoqdan kelyapti mana. Tepa bilan olib o'tilyapti. Natijnoy bo'ladi. Patologi hammom bu. Natijnoy bo'ladi. U mehmonxonasi ekan, zali ekan. Bu yerlarda natijnoy bo'ladi. Tepasi maylar nimalardir qilishmoqchi bo'lishyapti. Shuni masalasida turibdi. Shu yerga menimcha relis ichkimi qo'yilib yuboradi-yu. Konditsioner har bitta xonaga alohida televizor ro'parada. Qo'lsalari ochilgan yo'q. Bular rotbin bo'ladi bu xona. Sabab devorlari qiyshiq. Gipsakardon qilaman dedi, uka gipsakardon bo'lmaydi. Ich po'kkilab qoladi. Undan keyin rotbin suva qilib, rotbin suvadan keyin отделка qilmasdan avval, oq suva bermasdan avval qo'lsalarni qo'yib olamiz, endi berilaveradi. Bu Wi-Fi, kamera hammasi shuning ichiga to'planyapti. Buni boshqa joyga jildirdik, sabab u yerdan ko'ra mayer yaxshiroq. Ko'proq odam shu yerda yuradigan, mana shu yerda chekaroq deb mana shu yerga qo'ydik. Tepadan gofroda metall rukavda tushildi har bittasi. Har bitta xonadan bittadan sim keldi, kameralar tushgan. Mana shu yerlarda kameralarni o'rnalari bor. Simlarni tashab ketganmiz tomlarga. Kamera, internetlari hammasi YouTube kabelda, hammasi YouTube'da keldi. Hammasi. Hamma xonada bor. Alohida qilib tortib qo'ydik. Xo'p, tayyor, bu ham tayyor. Endi menga ham bu ham asha avvalgi kabel 4x10 kelgan. Bu yerga shit bo'ladi, men aytgan shit. Buni ham stroba qilib tom bilan olib kelindi. Mana shu yerga shit bo'ladi. Shitdan mana yerga, mana shu o'rtaga katol bo'ladi mana shu yerga. Bu katol mana tomondagi yangi qurilgan imoratlarga bo'ladi deyapti. Shuni hisobini olib tashab ketildi shu yerga. Xo'p, mana yerga deyapti o'choq, oshxona bo'lar ekan, letni.
o'choq, qozon, ana shunaqa narsalar qo'yib, mana shu burchakka, mana shu atrofiga dedi, boiler qo'yaman aka dedi. Shunga dedi, sinabga bering dedi. Shuni olib kelib qo'ydik mana. Rosa qo'ysa 1-2 kilovatli qo'yadi. 3 ga 2,5 VVNga. Traynoy izolyatsiyaligidan. Xo'p, bu xonalar buni kosalari qo'yilgan bu xona. Sabab bu yerlar unaqa bo'lmaydi, padmayak suv olgan joy. Kabellari kelgan, bu xonalarga ham alohida kelgan. Har bittasi konditsionerga alohida, ключателlar, razvedkalar alohidadan kelgan. Bu spalniy xonasini o'rnalari. Spalniyga ham tashab ketilyapti. 70-80 qo'yib tashab ketyapti. Televizor bo'ladi. Xo'p, razvedka Go'rada o'tyapti. Parda bo'ladi. Kelajakda men yerga pardani ichidan fon qilaman deb qolsam, mana shu fon splashnoy aynali rom bo'ladi. Mana shu yerda derazasi bo'ladi. Splashnoy yergacha tushadi, rom bo'ladi. Shunga men yerda gipsa bilan to'silganda ichidan fon qo'yib ketiladi. Pardani orqasidan, oldidan, ichki tomondan shular tushib turadi deyapti. Bir narsalar deyapti, endi uni ham qilamiz. Agar bo'ladigan bo'lsa. Konditsioner razvedka, kirorushka, ro'parasiga razvedka qo'yib qo'ydi. Men yerda освещение spalniy detskiy bo'ladi. Razvedka, televizorlar, razvedka ключатель. 3 tadan sim tashab ketilgan. Monolit, hammasi monolit bular. 2 ga 1,5 lik monolit, 2 ga 2,5 lik monolit, uz kabel. Yana bitta konditsioner men yerga, razvedka ключатель, oshxonasi, zimniy oshxona. Xo'p, xolodenlik, unvanlik tagi, rakvinaning tagi, filtriga bitta razvedka, foniga, mana освещениesiga, stolishnaning ustiga освещениega bitta razvedka, yana razvedkalar, bitichkaga, shu o'zining joyligi. Endi bu yerga ko'proq ketadi razvedka, sabab o'zi joylashtirib olaveradi. Biz ashunga qarab chiqarib beryapmiz. Menga mana shunaqa kerak desa, ashunga qarab chiqarib beradi. Spalniy xona, konditsioner, televizor, razvedka ключатель, bu hammom. Spalniy xonaning ichidagi hammom. Bu yerga ham razvedka tushirilgan, tepasiga bunga ham VVNga kelgan. Uni VVNga kabel alohida o'ziga olib kelganmiz. Bitta razvedka qo'yildi. Bu yerdan yana olinadi, qayergadir nimalardir qilmoqchi bo'lishyapti. Bo'ladigan bo'lsa olinaveradi bu yerdan. Bu hammom. Endi bu mana bu kiyim-kechak turadigan joyi bu yer. Mana hammasi shtraversda kesilib, o'yilib, qo'yilib chiqarilyapti. Ketdi bu yog'i mana. Endi mana zali bo'linadi bitta. Mana ham ключатель, razvedkalar qo'yildi. Polniy mashinadan kelyapti hammasi. Shunday kelib, go'rlar bilan o'tib, yana bu yoq devorga chekib ketyapti. Ichkari tomon bilan o'tib ketyapti. Mana ichkari tomon bilan o'tyapti. Ключатель, razvedka bu yog'i ketyapti mana hammasi. Alohida borgan. Xohlasa bularni hammasi xizmat qilib beradi. Televizor, razvedka. Men yerga haligi penalmi, nima haligi yerga javon qo'yib turib, svetильник qo'yib, ichiga yonadigan qilib, idish tovoqlar, antikvar narsalar qo'yadi. 2 burchakka, o'rtasi o'zini javoni bo'ladi, tepasida televizor turadi. Mana shu yerga ham narsalar qo'yib, tepasida televizor turadi. Maylarga stullar terib, o'tirilaveradigan joy, mehmonxona bo'ladi. Xohlasa nari tomoniga divan kreslo qo'yib qilsa ham bo'ladi. Hop, 3 talik sim tashalyapti hammasiga. 3 ga 1,5 monolit tashalyapti.
3,5 manalik tashlalyapti. Xo'p, salomat bo'linglar, sog' bo'linglar. 3-4 kundan beri mana shu yerda edik, mana. Bu ham bitdi, xudo xolasa. Tepaga ham, tepaga bitta razvedka tashlab ketildi. Sababi shu yerga biron narsa qo'ymoqchi. Xo'p, mana nasos ismi go'brada chiqyapti. Ketyapti, devorni ichi bilan boryapti. Alohida avtomatga tushyapti u ham. Nasos mayda. Mayga unvonli bo'ladi. Yoniga unvonli. Bu zuvano. Oddiy qilib qo'ydik zuvano. Tashqari tomoni yetkazirov bo'ladi. Oldi fasadi kazirov bo'ladi. Bunday bo'ladi, yopilib zonti bo'ladi. Zonti deydimi? Shu zonti bo'ladi. Shunga ikkita tagiga svitilnik qo'yiladi. Ulichnik. Tepa tomoniga mana shapkaga yana svitilnik qo'yib beramiz. Akrildan qo'yiladi, patalochnik qilib. Tepaga bunday qatiriladi. Oxiridan boshidan oxirigacha 6 ta qo'yib beramiz. To'lqin har xil ehson odamni boshida har xil vaziyat bo'lamaydi. Shunaqa paytlarda yaqib qo'ni-qo'shnilarni oldida ham yaqib qo'ysa yop-yorug' turadi. Xo'p. Bo'ldi, hammasi xudo xolasa chiroyli qilib qo'ydik. Mana jay-jayda bo'ldi hammasi. Ekonomishniroq bo'ldi. Sabab shu to'g'ri keldi bizga. Mana 2 ga 1. 2 ga 2,5lik razmerlar bilan qoqildi mana. Hammasi. Tualet eski shitini o'rni mana. Eski shiti mana. Alyuminiyda montaj bo'lgan. Alyuminiyda montaj bo'lgan. 3 o'chigini ham ko'rsatib beraman. 3 o'chigi ham bor. 3 o'chigi mana. O'zini 3 o'chigi mana. Mana o'zini 3 o'chigi. Ular olinib ketadi, hozircha turib turaversin vaqtincha. Olinib ketadi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Videomiz ichi uzoqib ketdi. Uzun. Megabayt ko'p ketib qoladi. Iloji boricha tezlashtirib yubordik. Yana ham 17 minut, 18 minut vaqt o'tib ketdi mana bir pasda.